19-bob. Kamtarlik va itoatkorlik. Kamtarlik, tavozu bu haqning hukmiga taslim bo'lib, uning xohish irodasiga rozi bo'lishdir. Itoatkorlik, xushu bu qalbning Alloh huzurida xavf hamda kamoli diqqat va e'tibor bilan hozir turishidir. Shuningdek deydilarki, xushu Alloh oldida o'zining arzimasligini o'ylashdir. Shuningdek, o'zining Alloh kuzatuvida, nazoratida ekanini anglaganida ko'ngliga itoatkorlik tuyg'ularining kelishidir. Alloh Qur'oni Karimda marhamat etibdi. Rahmonning bandalari yer yuzida tavozu ila yuradigan va johillar xitob qilganlarida salom deydiganlardir. Al-Furqon surasi 63-oyat. Ya'ni bular kibrsiz, tavozuli, vazmin, tamkinli bandalar bo'lib, johil kimsalar ularga odobsizlarcha murojaat etishganlarida ham muomalaga yarasha emas, balki chiroyli javob qaytaradilar. Bu ma'noda Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan quyidagi hadisi shariflar keltirilgan ekan. Alloh menga tavozuli bo'linglar, birlaringizning oldida kibrlanmanglar va birlaringizga zug'um o'tkazmanglar deb vahiy tushirdi. Iyoz ibn Mujoshiiydan rivoyat qilingan Muslim rivoyati. Odam bolasining Alloh azza va jalla saqlaganidan o'zgasiga shu gunohini o'zi, dini yo dunyosi tufayli uni barmoq uchida ko'rsatishlari kifoya qiladi. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilingan Ahmad ibn Iso rivoyati. Insonni halokatga eltuvchi 3 sifat bor. Birinchi, uni o'z izmiga olgan baxilligi. Ikkinchi, o'jar ehtirosi. Uchinchi, nafsi bilan mag'rur bo'lmoqligi. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan Tabaroniy rivoyati. Kimning ko'nglida bir zarra kibri bo'lsa, jannatga kirmaydi. Va kimning ko'nglida bir zarra iymoni bo'lsa, do'zaxga kirmaydi. Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilingan Muslim va Termiziy rivoyati. Abu Yazid Bistomiy aytadilar: Menga Hotifdan bir nido bo'ldiki, yo Abo Yazid, Allohning xazinalari turli ibodatlar bilan limmolimdir. Agar unga yetishmoq istasang, kamtarlik va shikastalik yo'lini ixtiyor et. Bu so'zdan murod muridlardan ko'pi ibodat, ya'ni roza, namoz, zikr, xayr, ehsonlar bilan Allohga yaqin kelganlar. Kamroqlarigina kamtarlik va itoat bilan Allohga yetganlar. Tavozu alomati. Kibr haqiqatni xushlamaslik hamda odamlarni nazarga ilmaslikdir. Kamtarlik esa haqiqatga ergashish, odamlarga iltifotli bo'lish, yumshoq muomala qilish, haqiqatni kimdan chiqqan bo'lmasin qabul etish demakdir. Shuningdek, yaxshilik qilishda odam ajratmaslik, dunyo va oxirat ishida birovning unga qarab qolgan joyi yo'qligini anglash, o'z nafsini biror bir maqom va darajaga munosib ko'rmaslik hamda el orasida mendan-da yomon kimsalar bor deb hisoblamaslik ham tavozuli insonlarning alomatlaridandir. Solihlarning kamtarligiga misollar. Salafi solihin Hazrat payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan o'rnak olaroq kamtarin bo'lganlar. Bir-biriga munosabatda kibr ko'rsatmaganlar. Naql etadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xastalarni ziyorat etardilar, ummat chorloviga, chaqirig'iga javob berardilar. Eshak minardilar, tuyani oziqlantirardilar, uy supurardilar, qo'y sog'ardilar, xizmatkorlar bilan birga taomlanardilar. Ularga un tortishda yordam berardilar. Hazrat payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oilalari uchun bozor qilmoqdan uyalmasdilar. Kambag'allarga qo'l uzatganlaridek boylar bilan ham ko'rishardilar. Hazrat payg'ambar sallallohu alayhi va sallam odamlarning og'irini yengillashtirar, tabiatan yumshoqliklari, xushfe'lliklari, xushxulqliklari bilan ajralib turar. Odamlarga yumshoq muomala qilar edilar. Doim samimiy, tabassumli bo'lganlar, lekin qattiq kulmasdilar. Qovoq uymasdan qayg'urardilar, ya'ni mahzun bo'lardilar. Kamtarin edilar,
lekin o'zlarini yerga urmasdilar. Isrofsiz, saxiy, hassos va har mo'minga mehribon edilar. Haddan tashqari to'yib taomlanmas, harislikka yo'l qo'ymas edilar. Ya'ni har neda o'rtacha yo'l tutar, me'yor saqlardilar. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu odatda tez yurardilar va der edilarki, bunday yurish maqsadga tez eltadi hamda kibrlanishdan yiroqdir. Bir gal u zot roziyallohu anhu qandaydir zaruriy ehtiyojlarni o'zlari bajarib qaytib kelganlarida u kishiga aytdilarki, shuni bizga aytsangiz bo'lmasmidi? Biz hozirlar edik. Shunda u kishi roziyallohu anhu javob berdilar: ketganimda ham o'sha Umar edim, qaytib kelganimda ham o'sha Umarman. Bu so'zdan murod, bu xil xatti-harakatlardan fazilatlari kamayib qolmasligini tushuntirish bo'lsa kerak. Shuningdek, naql qilishadiki, Zayd ibn Sobit roziyallohu anhu tuyaga minayotganlarida Ibn Abbos roziyallohu anhu uzangini tutib yordamlashgani keldilar. Zayd roziyallohu anhu dedilar: ey payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning amakivachchalari, bunga hojat yo'q. Ibn Abbos roziyallohu anhu dedilar: olimlarimizga xizmat qilishga buyurilganmiz. Shunda Zayd roziyallohu anhu Ibn Abbos roziyallohu anhuning qo'llaridan o'pib aytdilar: bizga ham Hazrat payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning ahli baytlarini hurmat qilish lozimligini aytishgan. Urva ibn Zubayr roziyallohu anhu aytdilar: men Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning yelkalarida suv to'la og'ir mesh ko'tarib kelayotganlarini ko'rib, yo Amir al-Mu'minin, bu sizga yarashmaydi dedim. Shunda u zot roziyallohu anhu, huzurimga turli xalq va turli jamoa vakillari o'zlarining itoatlarini izhor etib, bo'yin egib kelavergach, qalbimga kibr tuyg'usi mo'ralay boshladi va mening uni sindirgim keldi, dedilar-da, o'sha meshdagi suvni ko'tarib borib, bir ansoriya kampirning idishiga to'kib keldilar. Bir gal Abu Hurayra roziyallohu anhuni Madinada hokimlik qilib yurgan vaqtlarida yelkalarida katta o'tin bog'lamini ko'targan holda ko'chada hokimga yo'l beringlar deb borayotganlarni ko'ribdilar. Ibn Abbos roziyallohu anhu marhamat etadilar: kamtarlik dindosh birodaringdan qolgan suvni ichishingdir. Umar ibn Abdulaziz roziyallohu anhu o'g'illariga yozdilar: menga ma'lum bo'ldiki, sen uzuk uchun 1000 dirhamlik qimmatbaho tosh sotib olibsan. Maktubimni olgach, o'sha uzukni sotib puliga 1000 kishini taomlantirgin. So'ng 2 dirhamlik uzuk sotib olda, oddiy Xitoy toshidan ko'z qo'ydir. O'sha toshga mana bu so'zni o'yib yozdirishni esingdan chiqarmagin. Nafsining qiymatini bilganlarga Alloh rahm aylasin. Umar ibn Abdulaziz roziyallohu anhu musulmonlarga amri ma'ruf qilayotganlarida egnilarida bor yo'g'i 12 dirhamlik ust-bosh bor edi. Chakmon, bosh kiyim, ustidan salla, ko'ylak lozim, mahsa. Ibrohim Adham dedilar: chin musulmonlikni bilganimdan beri hayotimda 2 bor quvonganman. Birinchi gal kemada bo'lgan, o'shanda bir xushchaqchaq kishi Turk diyorida islomni qabul qilmaganlar bilan mana bunday muomala qilardik deya sochimdan changallab silkitdi. Shunda juda xursand bo'lib ketganman. Chunki kemada uning ko'z oldida mendan ko'ra yoqimsiz kishi yo'q edi. Ikkinchi marta xursand bo'lishim shunday bo'lganki, o'shanda masjidda kasal bir holda edim. Muazzin kelib, chiq degan edi. O'rnimdan tura olmadim. Shunda u oyog'imdan sudrab masjiddan tashqariga uloqtirib yubordi. Kibrlilar uchun nasihat. Tafakkur qilsangiz, har neda Parvardigorni topasiz va ko'rasiz. Allohning ijodidan nafratlanish mumkinmi? Qanday qilib nafratlana olasiz? Alloh azza va jallaning mahluqotini qalbingiz va ko'zingiz ila ulug'lashga intiling. Murid modomiki boshqalarning kamchiligini payqayotgan ekan, demak hali kamolga yetmabdi. Uni tarbiyalab solihlar darajasiga yetkazadigan bir rahbar lozimdir. O'zingiz ayta olishingiz mumkin bo'lgan quyidagi so'zlar ustida o'ylab ko'ring.
O'zimni past olib, kamtarlik ko'rsatishim tufayli falonchining kekkayib ketishidan xavotir olmasaydim, uning oldida o'zimni tavozuli tutgan bo'lardim. Bu so'zlar kibr mazmunini o'z ichiga olgandir. Chunki siz o'zingizni birodaringizdan ustun qo'ymoqdasiz va bu bilan uning darajasiga tushganday bo'lmoqdasiz. Allohni tanigan oriflarning tavozusi esa kibrdan xolidir. Chunki ular mening ma'naviy darajam kimdandir baland degan o'yni o'zlariga yo'latmaganlar. Tabiatan ma'sum bo'lishlariga qaramasdan, payg'ambarlar ham shayton ig'vosi va dajjal fitnasidan Allohdan panoh so'raganlar. Bizning janobimiz alayhavvos aytadilar: Dajjal fitnasi bu qo'rquv. Dajjal zamoniga to'g'ri kelgan odamlar u ilohiy sifatlarga raqobat va da'vo qila boshlaganida vahimaga tushganlari tufayli uni oqlab ma'qullaydilar. Hadisda aytilganki, Alloh marhamat etadi. Ulug'lik Allohning libosidir, kibr esa uning ridosidir, xirqasidir. Alloh aytadi: kimda kim ularning birini mendan olmoqchi bo'lsa, halok qilaman. Abu Said Hudri va Abu Hurayradan rivoyat qilingan Muslim rivoyati. Kim bo'lmasin, keskin hukm chiqarmoqdan saqlaning. Allohning qullar timsolidagi shohlari, shohlar timsolidagi qullari bor. Ko'p bo'ladiki, Haq taolo o'zining huzurida bandalardan biriga qullik libosini kiydiradi, lekin atrofdagilar ko'z oldida uni sultonga aylantirib qo'yadi. Kimki mening nafsim Fir'avnning nafsidan yaxshi desa, kibr qilgan bo'ladi. Bo'ynidagi qarzini o'tashda nafsdan ko'ra mug'ambir va dangasa bo'lmas. Shaytondan ko'ra kattaroq dushman yo'q. Hirsu havodan ko'ra kuchliroq raqib yo'q. Allohning yordamidan kishini mahrum etishda takabburchalik tuyg'u bo'lmas. Zero yomg'ir suvi ham past tekislikda to'planadi, tog' cho'qqisida emas. Allohning rahmati mutakabbir kishilarning qalbini tark etadi va tavozuli, kamtarin kishilar ko'nglida qaror topadi. Mutakabbirlarning asl ko'rinishi bejirim va chiroyli kiyinishda emas, balki haqiqatni qabul qila olmaslikda ifodalanadi. Hazrat payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, kibr haqni tan olmaslik va odamlarni nazar pisand qilmaslikdir. Imom Muslim rivoyati. Ya'ni haqiqatdan yuz o'girish va odamlardan o'zini katta tutishdir. Kibr faqat yuqori mansabdorlarga, boylarga xos deb o'ylamang. Ba'zan u hatto bir kechga ovqat topa olmaydiganlarda ham uchrab turadi. Kibr va g'urur yaxshilamaydi, faqat buzadi xolos. Chunki u Allohning yaratganlarini mensimaslikdir. Gunohkorlar qanday yomon ishlar bilan shug'ullanmasin, siz o'zingizni ulardan yaxshi hisoblamasligingiz kerak. Agar murid it yoki chivindan o'zini yaxshi sanasa, u buyuk zotlar kamolotidan mahrumdir. Siz ulardan faqat haqiqatni qo'yib, yolg'on ortidan ergashib, Allohning yo'lini tark etsalargina g'azablanishingiz mumkin. Chunki faqat shundagina bu Alloh uchun g'azablanish bo'ladi. Ularning o'zlaridan emas, itoatsizliklari va gunohlaridan xafa bo'lishingiz mumkin. Shu xatti-harakatlaridan voz kechsalar bo'lardi degan ma'noda. Ehtimoldan yiroq emaski, agar bu gunohkorlar tavba qilib, Alloh azza va jallaga yuzlanishsa, ahvollari bizlarnikidan ko'ra yaxshiroq bo'lsa. Sharoniy o'z pirlari alayhavvosdan so'radilar: qanday qilib olim bo'la turib o'zimni johil va fosiqdan past tutaman? Shayx javob berdilar: odamlarning bir-birlaridan afzalliklari aslida ularning nasli nasabi yoki tuzilishida emas, balki o'zgarmas xususiyatlari va sifatlaridadir. Allohning mana bu so'zini o'ylab ko'r. Men ham sizlarga o'xshagan basharman. Menga shubhasiz ilohingiz bitta iloh ekani vahiy qilindi. Kahf surasi 110-oyat. Alloh odamlar bilan payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning o'rtasiga vahiydan va Allohga bo'lgan itoatdan boshqa farq qo'ymayapti. Inson asli shu uchun yaratilgan. Bundan kelib chiqmoqdaki, odamlarning bir-birlariga nisbatan afzalligi faqat qat'iy va o'zgarmas narsalardagina bo'lishi mumkin ekan. Ilm, hol-ahvol esa odamlarda o'zgaradi.
Ey musulmon birodar, agar siz ilmdan mahrum bo'lib qolsangiz, johildan o'zingizni ustun ko'rganingiz tufayli ana shu afzallik ham sizni tark etadi. Musa alayhissalom oldilarida ikki kishi o'z nasablarining yuqoriligi bilan faxrlana boshladilar. Ulardan biri men faloniylarning zurriyodidanman deya 9-pushtigacha sanab o'tdi. Shunda Alloh Musa alayhissalomga vahiy qildiki, unga aytgin: "Ya Musa, sening barcha ajdoding do'zax olovida yonmoqda va sen ham 10-bo'lib ular ortidan tushguvchisan." Shuni bilmoq lozimki, quyidagi 3 sifat ulug' insonlar fe'lidandir. Birinchi, o'zining mol-mulklarini muhtojlarga sarflashni yaxshi ko'rish. Ikkinchi, zaif musulmonlarni qo'llashga intilish. Uchinchi, odamlardan yetadigan ozor va qiyinchilik hamda kamtarlikni do'st tutish. Abu Said roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat etadilar. Mehribon Allohning olim qullari kamtarin va shikasta kishilardirlar. Hukmdorlarning olimlari mutakabbir va kalandimoq bo'ladilar. Fuzayl ibn Iyoz rivoyat qilgan. Shuningdek, aytilganki, kamtarlik odamlar hasad qilmaydigan yaxshilikdir. Kibr esa odamlar uning dardini payqamaydigan ranju balodir. Inson ulug'likni kamtarlikdan topadi. Uni kibrdan izlaganlar hech qachon topa olmaydilar. Hazrati payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam xabar bergan ekanlar. O'zini odamlarning ulug'lashini tilagan kimsa o'ziga do'zaxdan joy tayyorlab qo'yaversin. Muaviyadan Buxoriy, Abu Dovud va Termiziy rivoyati. Salafi solihindan kamtarin kishilarning izzatini joyiga qo'yishlari xususida ahdlari olingan ekan. Chunki aynan ana o'shalar Allohga itoatli va odamlarga tavozeli zotlargina ko'proq iltifot va hurmatga munosibroqdirlar. Janobimiz Abdul Qodir Jiloniy deydilar: "Men Allohga tunlari ibodat qilish, kunduzlari ro'zador yurish bilan emas, balki saxovat, kamtarinlik, ixlos, xo'rlikla yolvorish, uning menga qilayotgan yaxshiliklarni anglash, faqat o'z kuch-quvvatim bilan erishdim degan fikrni inkor etish yo'li bilan yetishdim." Alloh o'zining yaqinlarini xushu va huzu sohiblariga aylantiradi. Hazrat payg'ambar sollallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar: Alloh xushuli kimsadan o'zgaga tajalli etmaydi. Qobisa Hilomiydan rivoyat qilingan Abu Dovud rivoyati. Zo'ravonlik va zulm ahlining holini andisha qilganimizda, bunday kishilar Allohning yaqinlari bo'lishlari mumkin emasligini anglab yetdik.